Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. 20 sentyabrga qadar ayrim pensionerlarga qaysi summalar berilishi kerak, kim bu to'lovlarni kutishi mumkin, kim esa bekorga xavotirga tushmasligi kerak. Bu ma'lumot har bir xonadonga tegishli, chunki deyarli har bir oilada nafaqadagi ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki nogironlik pensiyasi oluvchi yaqinimiz bor. Men sizdan videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni so'rayman. Chunki ko'pchilik aynan mayda tafsilotlarni bilmagani uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida olmaydi yoki noto'g'ri joyga murojaat qilib ovora bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy tilda qonuniy tartibni, amaliy yo'lni va ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylarni tushuntiraman. Avvalo, eng muhim savolga javob beraman. Nima o'zgardi va nima uchun pensionerlar 15 sentyabrgacha bo'lgan muddatga alohida e'tibor berish kerak? Odatda pensiya va nafaqalar har oy belgilangan tartibda to'lanadi. Kimdir pensiyasini bank kartasiga oladi. Kimdir naqd shaklda, kimdir esa pochta yoki vakolatli yetkazib beruvchi orqali oladi. Ammo ayrim davrlarda qayta hisob-kitob, indeksatsiya, qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki avvalgi oylar uchun farq summasi yuzaga keladi. Mana shunday vaziyatlarda pensionerlar oddiy oylik pensiyadan tashqari qo'shimcha pul olishlari mumkin. Oldin ko'p holatda odamlar faqat o'zlariga kelgan pulga qarab xulosa chiqarardi. Masalan, kartaga 20 million 200 ming so'm tushsa, demak, shu oygi pensiyam shuncha ekan deb o'ylardi. Aslida esa ayrim pensionerga qayta hisob-kitob bo'yicha yana 120 ming, 300 ming yoki undan ko'proq farq summasi tegishli bo'lishi mumkin. Ba'zan bu pul alohida kunlarda tushadi. Ba'zan pensiyaga qo'shib beriladi. Ba'zan esa hujjatdagi xato sabab vaqtincha ushlanib qoladi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensioner faqat pul kelgan-kelmaganiga emas, nima uchun aynan shuncha kelganiga ham e'tibor berish kerak. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, ro'yxat va hisob-kitoblar aniqroq tekshirilmoqda. Ayrim toifalarga tegishli summalar 15 sentyabrgacha yetkazilishi kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Bu degani hamma pensionerga bir xil summa beriladi degani emas. Mana shu joyni juda aniq tushunib olaylik. Internetda ko'p tarqalayotgan gaplarda barcha pensionerlarga falon summa beriladi degan iboralar uchraydi. Men bunday gaplarga ehtiyotkor qarayman. Chunki to'lov miqdori, pensionerning toifasi, pensiya turi, ish staji, avvalgi hisob-kitobdagi farq, nafaqa turi, hududiy ro'yxat va bank ma'lumotlarining to'g'riligiga bog'liq bo'ladi. Endi kimlar bu masalada ayniqsa hushyor bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar o'z summasini tekshirishi kerak. Agar oxirgi oylarda pensiya miqdoringiz o'zgargan bo'lsa, sizga qo'shimcha farq summasi hisoblangan bo'lishi mumkin. Masalan, avval siz 1 million 100 ming so'm olgan bo'lsangiz, keyingi oy 1 million 200 ming so'm tushgan bo'lsa, bu faqat oddiy oshirish bo'lishi mumkin. Lekin agar oshirish avvalgi sanadan boshlab qo'llanadigan bo'lsa, o'tgan oylar uchun farq ham berilishi kerak bo'ladi. Ana shu farq alohida summa sifatida tushishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu yerda hujjatlar juda muhim. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi yangilangan bo'lsa, muddat uzaytirilgan yoki guruh boshqa darajaga o'tkazilgan bo'lsa, to'lov miqdori ham o'zgarishi mumkin. Oddiy misol, bir fuqaro ikki guruh nogironlik pensiyasini olib kelgan, keyin tibbiy xulosaga ko'ra bir guruhiga o'tkazilgan. Bu holatda pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi kerak. Agar hujjat avgust oyida rasmiylashtirilgan, lekin hisob sentyabr boshida yakunlangan bo'lsa, 15 sentyabrgacha farq summasi tushishi mumkin. Lekin bu avtomatik har doim bir kunda bo'ladi degani emas, chunki ma'lumotlar tizimga kiritilishi va moliyalashtirish jarayoni tugashi kerak. Uchinchi toifa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu toifadagi oilalarda ko'p savollar bo'ladi. Masalan, voyaga yetmagan farzand uchun pensiya tayinlangan, keyin bola oliy ta'limga kunduzgi shaklida o'qishga kirgan. Bunday holatda to'lov davom ettirilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin o'qish haqidagi ma'lumot tasdiqlanmasa, to'lovda uzilish paydo bo'ladi. Shuning uchun agar oilada boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha pensiya oluvchi farzand bo'lsa, 15 sentyabrgacha o'qish joyidan ma'lumotnoma, shaxs tasdiqlovchi hujjat va bank rekvizitlari to'g'riligini albatta tekshiring.
To'rtinchi toifa pensiyani yaqinda rasmiylashtirganlar. Ko'pincha yangi pensionerlar birinchi to'lovni kutayotganda aniq qancha pul olishini bilmaydi. Masalan, fuqaro iyul oyida pensiya yoshiga yetdi. Hujjatlarni avgustda topshirdi. Pensiya sentyabrda tayinlandi. Bu holatda to'lov faqat sentyabr oyidan emas, qonuniy asos bo'lsa, murojaat va huquq paydo bo'lgan sanadan boshlab hisoblanishi mumkin. Natijada birinchi oyda oddiy oylik pensiyadan kattaroq summa tushadi. Ba'zi odamlar buni mukofot deb o'ylaydi. Aslida bu avvalgi davr uchun hisoblangan to'lov bo'lishi mumkin. 5-toifa kartasini almashtirgan, bankini o'zgartirgan yoki rekvizitlarida muammo bo'lgan pensionerlar. Masalan, pensioner ilgari bitta bank kartasiga pensiya olgan, keyin karta muddati tugagan, yangi karta ochilgan. Lekin ma'lumot pensiya jamg'armasi tizimida yangilanmagan. Pul hisoblangan bo'lishi mumkin, ammo eski karta yopilgan yoki bloklangan bo'lsa, to'lov qaytib ketadi yoki ushlanib qoladi. Shunday vaziyatda odam menga pul bermadi deb o'ylaydi, lekin aslida muammo hujjat va bank rekvizitida bo'ladi. Shuning uchun 15-sentyabrgacha eng avvalo bank kartangiz ishlayaptimi? Hisob raqamingiz faolmi? SMS xabarnoma to'g'ri raqamga ulanganmi? Shularni tekshiring. Endi aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashovchi pensioner opa har oy 20.370.000 so'm pensiya oladi. Avgust oyida pensiya 1.120.000 so'mga oshgan. Agar oshirish faqat avgustdan boshlab qo'llansa, opa faqat yangi miqdorni oladi. Agar oshirish iyul oyidan boshlab hisoblanishi kerak bo'lgan bo'lsa, iyul uchun 100.000 so'm farq ham qo'shilishi mumkin. Demak, u sentyabr oyida 1.170.000 so'm emas, 1.270.000 so'mga yaqin summa olishi mumkin. Bu raqam faqat misol, lekin mexanizm shunday ishlaydi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning tibbiy xulosasi yangilangan, lekin ma'lumot tizimga kech kiritilgan. Avval 900.000 so'm olgan. Yangi hisob bo'yicha 1.020.000 so'm olish kerak. Agar 2 oy kechikish bo'lgan bo'lsa, 200.000 so'mdan 2 oy uchun 400.000 so'm farq yuzaga keladi. Bu farq oddiy pensiyaga qo'shilib tushishi yoki alohida to'lov sifatida berilishi mumkin. Shuning uchun u faqat shu oy qancha tushdi deb emas, menga qaysi davr uchun qancha hisoblangan deb o'rashi kerak. Uchinchi misol. Qoraqalpog'istonda yashovchi oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Farzand 18 yoshga to'lgan, lekin kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishga kirgan. Agar o'qish haqidagi ma'lumot vaqtida tasdiqlansa, to'lov davom etadi. Agar ma'lumot kechiksa, pensiya vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjat topshirilgach, tegishli davr uchun qayta hisob qilinadi. Bunday holatda 25 sentyabrgacha hujjatni topshirmagan oila keyinroq pulni olishi mumkin. Lekin vaqt va asab yo'qotadi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz har oy pensiyangizni vaqtida olayotgan bo'lsangiz, pensiya turi o'zgarmagan bo'lsa, hujjatlaringizda yangilanish bo'lmagan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa va sizga rasmiy organlardan qo'shimcha hujjat so'ralmagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir tekshiruv zarar qilmaydi. Men doim aytaman. Pensionerning o'zi yoki farzandlari oyga bir marta pensiya miqdorini, karta tushumini va rasmiy kabinetdagi ma'lumotni ko'rib qo'ysa, ko'p muammolar oldindan hal bo'ladi. Endi eng muhim istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan uzak jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. To'lov hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Agar kimdir qo'shnisiga 300.000 so'm qo'shimcha tushganini ko'rsa, darhol menga ham tushishi kerak deb o'ylamasin. Qo'shningizda qayta hisob-kitob bo'lgan bo'lishi mumkin. Sizda esa bo'lmasligi mumkin. Yoki sizda ham farq bor, lekin hujjat hali tizimga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun solishtirish foydali, lekin yakuniy xulosa faqat rasmiy ma'lumot asosida chiqariladi. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya kartaga tushmagan bo'lsa, bu har doim ham pul ajratilmadi degani emas. Ba'zan bank texnik kechikish qiladi. Ba'zan karta muddati tugan bo'ladi. Ba'zan pensionerning pasport ma'lumoti yangilangan. Lekin bankda eski ma'lumot turadi. Masalan, fuqaro ID karta olgan, lekin bankdagi ma'lumot eski pasport bo'yicha qolgan. Bunday vaziyatda identifikatsiya muammosi chiqishi mumkin. Shuning uchun bank va pensiya jamg'armasi ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Uchinchi nozik jihat. Pensiya oluvchi vafot etgan bo'lsa yoki uzoq muddat pensiyani olmagan bo'lsa, to'lov tartibi alohida bo'ladi. Qarindoshlar, kartaga pul tushishi kerak edi deb kutib o'tirishi mumkin. Lekin bu holatda meros, dafn puli
olinmay qolgan pensiya va boshqa to'lovlar alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Bunday masalada og'zaki gap yetmaydi. Hujjat kerak bo'ladi. O'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, ariza va boshqa talab qilinadigan ma'lumotlar so'ralishi mumkin. 4-nozik jihat: ishlayotgan pensionerlar. Ayrim to'lovlar pensiya oluvchining ishlayotgan yoki ishlamayotganiga ta'sir qilishi mumkin. Ayrimlari esa ta'sir qilmaydi. Masalan, oddiy yoshga doir pensiyani olayotgan fuqaro rasmiy ishlayotgan bo'lsa, uning ijtimoiy holati, soliq ma'lumotlari va ish staji bo'yicha ayrim qayta hisoblar keyinroq amalga oshirilishi mumkin. Agar u ish joyini o'zgartirgan bo'lsa yoki daromadi bo'yicha ma'lumotlarda tafovut bo'lsa, tizimda tekshiruv cho'zilishi ehtimoli bor. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ish joyidagi kadrlar bo'limi va buxgalteriya bilan ham ma'lumotlarni aniqlashtirib qo'ysin. 5-nozik jihat: ishonchnoma orqali pensiya olish. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sababli pulni farzandi yoki boshqa yaqiniga ishonchnoma orqali oldiradi. Bu qonuniy bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, shakli va haqiqiyligi tekshiriladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, to'lov berilmasligi mumkin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam bankka boradi, pulni olaman deydi, lekin ishonchnoma 1 oy oldin tugagan bo'ladi. Natijada pensionerga tegishli pul bor, ammo hujjat sabab olinmaydi. Shuning uchun muddatlarni tekshirish juda muhim. 6-nozik jihat: yolg'on xabarlar va firibgarlik. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlarga yangi ro'yxat bo'yicha falon summa beriladi, mana bu havolaga kiring, kartangiz raqamini yozing degan xabarlar ko'payadi. Men sizni qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon karta raqami bilan birga amal qilish muddati, SMS kod, PIN kod yoki ilova parolni hech kimga bermang. Rasmiy organ hech qachon telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar sizga 25 sentyabrgacha pul olasiz, faqat kodni ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Pul olish uchun kartaning maxfiy ma'lumotlarini berish talab qilinmaydi. 7-nozik jihat: yashash joyi o'zgargan pensionerlar. Agar pensioner bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsa, ro'yxatga olish ma'lumotlari, pensiya ishi va bank rekvizitlari yangilanishi kerak bo'lishi mumkin. Ko'chib o'tgan odamlar ko'pincha pensiyam o'zi kelaveradi deb o'ylaydi. Ko'p hollarda keladi, lekin ayrim hujjatlar eski manzilda qolsa, ma'lumotni tekshirishda savol tug'iladi. Ayniqsa naqd pul oladigan pensionerlarda manzil masalasi juda muhim, chunki yetkazib berish hududga bog'liq. 8-nozik jihat: ortiqcha to'langan summa masalasi. Ba'zan tizim xatolik, kechikkan ma'lumot yoki noto'g'ri hujjat sabab pensionerga ortiqcha pul to'lanib qolishi mumkin. Keyin bu summa qaytarilishi so'raladi yoki keyingi oylardagi pensiyadan ushlab qolinadi. Shuning uchun agar sizga odatdagidan juda katta summa tushsa, xursand bo'lib darhol sarflab yuborishdan oldin uning nimaga berilganini aniqlang. Agar bu qonuniy farq bo'lsa, bemalol foydalanasiz. Agar texnik xato bo'lsa, keyin qaytarish masalasi chiqadi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Men aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: oxirgi 3 oyda kartangizga tushgan pensiya summalarini yozib chiqing. Masalan, iyulda qancha tushdi, avgustda qancha tushdi, sentyabrda qancha tushdi. Agar sizda bank ilovasi bo'lsa, tushumlar tarixini oching. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki bank bo'limiga boring. Har bir tushum yoniga sana va summa yozib qo'ying. Ikkinchi qadam: pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining tartibi alohida. Ko'p odam men pensiya olaman deydi, lekin hujjatda bu nafaqa bo'lishi mumkin. Pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Hisoblash tartibi, hujjat talabi va qayta ko'rib chiqish muddati farq qiladi. 3-qadam: hujjatlaringizni tekshiring. Sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tug'ilganlik guvohnomalari va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar. O'qiyotgan farzand bo'lsa kunduzgi ta'lim haqidagi ma'lumotnoma. Hamma hujjatni birdan olib yugurish shart emas. Lekin ular tayyor tursa murojaat tezroq hal bo'ladi. 4-qadam: rasmiy manbadan ma'lumot oling. Eng to'g'ri yo'l tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish. Shuningdek,
Davlat xizmatlari markazi orqali ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Agar elektron xizmatlardan foydalansangiz, my.uz orqali tegishli ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlarini ko'ring. Telefon orqali so'rasangiz ham aniq savol bering. Mening pensiyam bo'yicha 25 sentyabrgacha qo'shimcha farq summasi hisoblanganmi? Qaysi davr uchun hisoblangan? To'lov kartaga yuborilganmi? Bankdan qaytgan to'lov bormi? Qo'shimcha hujjat talab qilinadimi? Mana shunday savollar xodimga ham aniq javob berishga yordam beradi. 5-qadam, ariza yozishda aniqlik qiling. Agar sizga tegishli summa kelmagan deb hisoblasangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizada shunday mazmunda yozing: men falon turdagi pensiya oluvchiman. Oxirgi oylar bo'yicha pensiya miqdori va qo'shimcha farq summasi hisob kitobini tekshirib berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport yoki ID karta ma'lumotingiz, bank rekvizitingizni ko'rsating. Ariza nusxasini yoki ro'yxatdan o'tganligi haqidagi tasdiqni saqlab qo'ying. Bu keyingi murojaatlarda sizga dalil bo'ladi. 6-qadam, bank bilan alohida tekshiring. Pensiya jamg'armasi pul yuborilgan desa, lekin sizning kartangizga tushmagan bo'lsa, bankdan kirim bo'yicha ma'lumot so'rang. Karta faolmi? Hisob bloklanmaganmi? Rekvizit to'g'rimi? Boshqa hisobga tushib qolmaganmi? Shularni aniqlang. Ba'zan pensionerda bir nechta karta bo'ladi va pul boshqa kartaga tushgan bo'lishi mumkin. Ba'zan SMS kelmaydi, lekin pul hisobda turadi. Shuning uchun faqat SMS xabarga qarab xulosa chiqarmang. 7-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Keksa odamlar ko'pincha telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Rasmiy saytlarga kira olmaydi. Ariza yozishga qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz yoki buvingiz, bobongiz pensioner bo'lsa, ularning o'rniga hammasini hal qilib yuboraman demang, lekin birga tekshirib bering. Chunki pul ularning nomida, huquq ularning huquqi. Siz esa yordamchi bo'lasiz. Hujjatni tushuntiring, tushumlarni ko'rsating, kerak bo'lsa birga pensiya jamg'armasiga boring. 8-qadam, muddatni o'tkazib yubormang. 15 sentyabr degan sana aytilayotgan bo'lsa, men buni shunday tushunaman. Shu muddatgacha ro'yxat, hisob-kitob, to'lov yoki hujjat masalasini aniqlashtirib olish kerak. Agar siz 16 yoki 20 sentyabrda murojaat qilsangiz, huquqingiz yo'qolib qoladi deb avtomatik aytib bo'lmaydi. Lekin kechikish ishni cho'zadi. Ayniqsa farq summasi, qayta hisob, hujjat yangilash kabi masalalarda vaqtida murojaat qilish juda muhim. 9-qadam. Har bir javobni yozib boring. Qaysi kuni qayerga murojaat qildingiz, kim bilan gaplashdingiz, qanday javob oldingiz, qaysi hujjat topshirdingiz, bularni oddiy daftar yoki telefonga yozib qo'ying. Bu mayda ishdek ko'rinadi. Lekin nizoli vaziyatda juda katta yordam beradi. Masalan, siz 10 sentyabr kuni ariza topshirgan bo'lsangiz, keyin murojaat qilmagansiz deysa, qo'lingizda tasdiq bo'ladi. 10-qadam. Shubhali xabarlarga ishonmang. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy idora, bank, davlat xizmatlari yoki ishonchli manbalardan oling. Telegramdagi noma'lum kanal. Telefon orqali qo'ng'iroq qilgan begona odam yoki tezda kartangizni ulang degan havola sizga yordam bermaydi. Aksincha pulingizni yo'qotishingiz mumkin. Ayniqsa keksa odamlarni bu borada ogohlantiring. Ularga oddiy qilib ayting. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. Hech kimga karta paroli berilmaydi. Hech qanday havolaga shaxsiy ma'lumot yozilmaydi. Demak, hurmatli tomoshabinlar, 15 sentyabrgacha pensionerlar uchun eng muhim vazifa o'z pensiya summasini, qo'shimcha hisob-kitob bor yo'qligini, bank kartasi va hujjatlarning to'g'riligini tekshirishdir. Hamma bir xil pul oladi degan gapga ishonmang. Kimga qancha berilishi pensiya turi, qayta hisob-kitob, hujjatlar va rasmiy ro'yxatlarga bog'liq. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq oxirgi tushumlarni tekshiring, hujjatlarni tayyorlang. Savolingiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi yoki bankka aniq murojaat qiling. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videodagi ma'lumotlarni ularga tushuntirib bering. Sizning hududingizda pensiya yoki qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qanday vaziyat bo'lyapti? Kartaga pul vaqtida tushyaptimi? Qo'shimcha summa oldingizmi yoki hali kutyapsizmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'plab pensionerlarga o'z haqqini vaqtida olishga yordam berishi mumkin.